Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Do'stlarim, yaxshimisizlar? Mana bugun 6-darsimizni ham boshlab oldik. Bundan oldingi darslar siz uchun manfaatli bo'lyapti degan umid bilan bugungi darsimizni boshladik. Bugun me harfini o'tamiz. Arab tilida me harfi 4 ko'rinishda keladi. Bu birinchisi bosh alohida ko'rinishi va boshida, ikkinchisi, uchinchisi o'rtada keladi va oxirgisi, to'rtinchisi oxirida keladi. Xo'sh, qoidasiga ko'ra o'zbek tilidagi me tovush kabi o'qiladi. Bu harfimiz 3 ta katakchamizni o'rtasida yoziladi, o'rtadagi katakchaga. Mana hozir 4 ta ko'rinishini ham yozib beraman. Mana belgini o'rtadagi katakchaga yoziladi. Bu alohida ko'rinishi juda oson. Bu boshida keladi. Xuddi shunaqa yoziladi. Va o'rtasida yozilishi ham juda oson. Xuddi men yozayotgandek yozsanglar, inshaalloh o'rganib ketasizlar. Faqat ko'proq mashq qilish kerak. Mashq talab qiladi. Keling, hozir siz bilan mi so'zini yozamiz. Xo'sh, birinchi alif. Esingizda bo'lsa, alif tepadagi ikkita katak ichida yozilardi. Alif va re. Re bo'lsa, ikkita katak pastiga yozilardi. Re. Shunaqa va me. Re qoidasiga ko'ra o'zidan keyingi harfga qo'shilmaydi. Meni o'zi alohida ko'rinishni yozolmaganlar uchun shunaqa qilib yozsanglar ham bo'ladi. Men o'zi adashib oxiridagi ko'rinishni yozibman, lekin bu ham to'g'ri. Xuddi shunaqa qilib daftarlarga yozib, uyga vazifaga jo'natsanglar, inshaalloh tekshirib beramiz. Rahmat hammaga.